Endilikda ish o'rinlarini nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirib, nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlarga har bitta mana shunday ish o'rni uchun 16.480.000 so'mgacha davlat tomonidan qaytarib bermaslik sharti bilan subsidiyalar ajratiladi. To'g'ri eshitdingiz do'stlar. Ushbu xabarni oxirigacha eshiting. Hozir mana shu subsidiyani olish tartibini sodda tarzda tushuntiraman. Do'stlar, mana kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirining tegishli buyrug'i asosida mazkur subsidiyani berish amaliyoti joriy etildi. Subsidiyani quyidagi tartib asosida olishingiz mumkin. Murojaat qilish ikki xil tartibda bo'ladi. Birinchisi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz portali orqali. Ikkinchisi esa yagona milliy mehnat dastur orqali onlayn tarzda ham murojaat qilsangiz bo'ladi va o'z arizangizga quyidagi hujjatlarni ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, ish bilan ta'minlangan nogironligi bo'lgan shaxsning ismi, familiyasi, sharifi, pasporti yoki ID kartasi, shuningdek jismoniy